Dunyoda undan qo'rqmasang, kimdan? Allohdan. Qiyomat kunida qo'rqitadi. Birodarlar, molimizni zakoti bor. Zakotni bersangiz, molimiz poklanadi, o'sadi. Nafsning ham zakoti bor. Nafs nima bilan poklanadi desa, muhosaba bilan. O'zini hisob-kitob qilib turishligi bilan. Mana 15 kun Ramazon o'tdi. La ilaha illallohni necha ming marta aytdim. Salovatni necha ming marta aytdim. Qancha ihson qildim. Taravani qanchasida turdim, qanchasida chiqib ketdim. Mana shu muhosaba. Bir qator nima qilib turish o'zini reviziya qilib turish. Hasan Basriy marhamat qilib aytadiki, vallohi mo'min bandani o'zining nafsi ustida qoyim ekanini ko'rasan. O'zining nafsining ustida qoyim ekanini ko'rasan. Ya'ni o'zi bilan ovora u. U birovlar bilan ishi yo'q uni. O'zini tuzatish bilan ovora, o'zini kamchiliklarni, ayblarni to'g'rilash bilan ovora bo'ladi.